If qal'asining mahbusi. Aleksandr Dyuma qalamiga mansub ushbu betakror roman asrlar osha kitobxonlar qalbini zabt etib kelmoqda. Yillar o'tadi. Zamon o'zgaradi. Ammo haqiqiy asarlar qadri aslo kamaymaydi. Bu roman inson irodasi haqida, sabr va matonat haqida, adolat va qasos haqida. Asar markazida adolatsizlik qurboni bo'lgan, ammo sinmagan inson taqdiri turadi. Uning iztiroblari sizni larzaga soladi. Umidi sizga kuch beradi. Qat'iyati esa hayratga soladi. Voqealar shiddat bilan rivojlanadi. Kutilmagan burilishlar birin-ketin keladi. Har bir sahifa sizni yanada chuqurroq o'ziga tortadi. Bu shunchaki sarguzasht emas. Bu inson qalbining sinovlari. Bu orzu va armonlar kurashi. Bu adolat sari mashaqqatli yo'l. Kitobni qo'lingizga oling va sahifalar orasiga sho'nging. Sarguzashtlar olami sizni kutmoqda. Muhtaram o'quvchi, If qal'asining mahbusi bilan unutilmas sayohatga tayyormisiz?